Bismillahirrohmanirrohim. Allohga beadad hamd sano shukronalar bo'lsin, shukrlarga yetkazib shunday kunlarni ko'rsatganiga. Shayx Yusufxon To'ra hazratlarining otalari Olimxon To'ra. Olimxon To'raning otalari yoshlikda Shokirxo'ja Eshon bo'lganlar, keyinchalik Shokirxon To'ra bo'lganlar. Shajaramiz onamiz Fotima Zahro Hazrati Ali radhiyallohu anhu Hasan Husanlarga borib taqaladi. Bizni tarafga yurib kelgan ko'pchilik arablarning orasida Imom Hasan va Imom Husaynlarning avlodlari bo'lgan. Ular kelib o'sha joylarda shu odamlarni xo'jalar, sayyidlar, eshonlar deb aytib, ularni davlat bojidan ozod qilingan. Mana shunday qilib vaqt o'tib borib Xudoyorxonni davriga kelganda Xudoyorxon aytadiki, qani nega bu bojga tushum kamayib ketdi? Desa, shunaqa bir qonun bor. Xo'jalarni, sayyidlarni, eshonlarni davlat bojlaridan ozod qilish degan. Hozir endi shunday zamonga kelib qoldiki, xo'jalar ko'payib ketdi. Mana shunday qilib, keyin Xudoyorxon aytadiki, bo'lmasam bular hammasini shajarasini tekshiringlar. Shajara to'g'ridan to'g'ri borib Imom Husayn, Imom Hasanga taqaladigan bo'lsa, ularni alohida ajratib olib, ularga To'ra degan nom beringlar-da, ularni bojlardan ozod qilinglar. Qolganlari xo'ja, eshon, sayyid bo'lib qolaversin, lekin davlat bojlarini to'lashga majbur bo'ladi deb hukm qiladi. Shu natijada yoshligida Shokirxo'ja Eshon bo'lgan buvamiz vaqt kelib Shokirxon To'ra bo'lib qoldi. Shokirxo'ja Eshonlikka dalolat va Alixon To'ra Sog'uniy hazratlarini agar tarixiy Muhammadiyni o'qiganlar eslasa, shu boshida boshlagan. Men Alixon To'ra Sog'uniy Shokirxo'ja Eshon farzandi o'g'li deb boshlaganlar. Keyinchalik bu odam Shokirxon To'ra bo'ladi. Ana endi shu Shokirxo'ja Eshonni 3 ta o'g'li, 2 ta qiz farzandi bo'lgan. Katta o'g'il Olimxon To'ra bo'lganlar. 1882-yilda tavallud topgan. Ikkinchi o'g'il Alixon To'ra Sog'uniy. Bular oldin hozirgi Qirg'iziston Respublikasining territoriyasidagi To'qmoq shahri Bolasog'un deb nomlangan. Shu Bolasog'un nomini Alixon To'ra buvamiz o'zlariga taxallus qilib olib, Sog'uniy deb nima qilgan. Alixon To'ra Sog'uniy 1885-yilda tavallud topganlar. O'sha Bolasog'un, ya'ni hozirgi To'qmoq shahrida tavallud topganlar. Eshon buvamiz, keyinchalik Shokirxon To'ra buvamizni bir ukalari, Azimxo'ja ukalari tijorat bilan Makka Mukarramaga borib qolib, shu yerda tijorat qilib o'tirganlar. Bir kichkinagina do'konlari bo'lgan. Vaqti bilan Shokirxo'ja Eshon hazratlari shu Makka Mukarramaga hojga boradiganlar guruhi bilan birgalikda o'sha Makkaga borganlar, ukalarni ziyoratiga. Va bahonada tijorat uchun ba'zi bir mollar, ham tijorat, ham ziyorat degan tushuncha asosida. Shunday borishlarini birida katta o'g'illari Olimxon To'rani olib boradilar. Olimxon To'ra borganlarida 7 yoshar bo'ladilar. Shu bilan shu yerdagi madrasalarda tahsil oladilar. Madrasada shu arab tilini juda yaxshi o'rganib, tillari rivojlanib, masalan, keyingi borishlarida esa Alixon To'ra Sog'uniy hazratlarini olib boradilar. Alixon To'ra Sog'uniy hazratlarini olib borib o'qishga bersalar, madrasada aksariyat mudarrislar farsiy zabon bo'lgan, ya'ni fors tilida gaplashadigan o'qitdi. Kunlarni bir kuni Alixon To'ra buvamiz Shokirxon To'ra buvamiz oldilariga yig'lab keladi. Men madrasada o'qimayman, olim bo'lmayman deb. Chunki Shokirxon To'ra buvamiz farzandlariga olim bo'lasiz hali katta bo'lganingizda deb
tushuntirar ekanlar. Men endi olimam bo'lmayman, madrasada ham o'qigan. Nimaga? Ular gapirayotgan gaplarni tushunmayapman men. Shu bilan borsalar, ular ba'zi bir mudarrislar forscha zabon ekanlar, forscha gapirishar ekan. Shu bilan amakimiz qiynalayotgan ekanlar tushunishga. Shu bilan ulardan iltimos qiladilar, bolamizga endi sal yon bosib turinglar, to tillarni o'rganib olguncha deyiladi. Shu bilan tez orada arab va fors tilini yaxshi o'rganib, darslarni yaxshi nima qiladi. Qaytib kelgandan keyin aytadilar, olim bo'lmasligingizni ilojisi yo'q deydilar. Nimaga desalar, men Buxoroda o'qib turgan bir paytimda bir voqea bo'lgan. Shu voqea natijasida madrasaning eng katta mudarrislaridan bittasi qani bolam qo'lingizni oching deb duo qilganlar. Toki qiyomatgacha avlodingizdan ahli ilmlar arimasin deb duo qilgan. U odamning duolari ijobat, olim bo'lmasligingizni ilojisi yo'q deganlar. Shu bilan hayot o'tishi bilan Olimxon To'rani ham, Alixon To'rani ham Makkadan qaytarib olib kelib, Buxoroy Sharifdagi Mir Arab madrasasiga o'qishga berishadi. O'qishni bitirganlaridan keyin bu 1900-yillarning boshi bo'ladi. Sekin-sekin bularni qaytarib olib kelib, birlari Qirg'izistondan Bishkek, ya'ni u paytda Frunze deb nomlangan nomida Bishkekdan 60 kilometr berida Qoraboltadagi masjidga imom bo'ladilar, Alixon To'ra. Olimxon To'ra bo'lsa, shu To'qmoq shahridagi buvamiz qurgan va hozirgi kunda Shokirxon To'ra deb nomlangan masjidga imom bo'ladilar. 1916-yilda Ali mardikorchilikka qarshi qo'zg'olonlar bor. Dukchi Eshon boshchiligidagi qo'zg'olonlar boshlanadi. Qo'zg'olonlarda Alixon To'ra buvamiz juda faol qatnasharlar. Faol qatnashganlaridan keyin o'sha paytdagi davrdagi hukumatga yoqmaydi va bularni qamoqqa olishni buyurishadi. Toshkentga olib borib qamab qo'yishganda, shuni o'rtasida 1917-yil inqilobi bo'lib qoladi-da, hukumat qizillar qo'liga o'tadi. Qizillar qo'liga o'tgandan keyin qizillar bularni yana qamoqdan chiqarib yuborishadi. 1926-yilning 20-yanvar kunida otamiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, Shayx Yusufxon To'ra Shokirov tavallud topadilar. Maktablarda o'qib turib, maktabni bitirib turgan vaqtlarida 1942-yilda Ulug' Vatan urushi boshlanadi va Ulug' Vatan urushi natijasida hamma yoshlar safarbar qilinadi. Lekin otamiz o'sha paytda o'sha To'qmoq atrofidagi Puch kommunizmi degan kolxozda traktorchi bo'lib ishlab turganliklari uchun xabaringlar bor ko'pchilikni. Traktorchilarga, zavodlarda qurol aslaha ishlab chiqaruvchi yoshlarga bron degan, ya'ni o'sha xizmat safariga chaqirishdan ozod qilish imkoniyati berilgan. Shu bilan otamizga ham shunday bron berib, otamiz urush davrida traktor haydab kolxozni o'sha nima, chunki bu ham kolxoz ham o'sha front ortidan frontga oziq-ovqat yetishtirib beruvchi bir katta tashkilot hisoblangan endi. Bir narsani eslab o'tishimiz kerak. 1943-yilda Tehron uchrashuvi bo'lgan. Tehron bu tarixda juda ma'lum narsa. Tehron uchrashuvida 3 ta katta davlat, SSR nomidan Stalin, Amerika Qo'shma Shtatlari nomidan Roosevelt, Buyuk Britaniya nomidan Cherchill janoblari uchrashib, Stalin bu ikkita katta davlatdan ikkinchi front ochishni talab qiladi. Ikkinchi frontni ochishni talab qilganda ular bir talay o'zini talablarini oldinga surishadi. Shu talablar orasida dindorlarga imkoniyat berish, ya'ni dindorlarga erkinlik berishni talab qilishadi. Chunki o'sha paytda SSRda biron bitta diniy tashkilot bo'lmagan, na musulmon, na xristian tashkilotlari. Shu paytdan foydalanib 43-yilda
o'rtalarida Toshkentdan juda katta bir delegatsiya tayyorlanadi. Shu O'rta Osiyoning 5 ta respublikasidan diniy ulamolarni chaqirib, ularga Eshon Boboxon hazratlari boshchilik qilib, Ziyoddin qori aka rahmatli va boshqalar hammaligi Moskvaga safarga borishadi. Yuqori darajadagi lavozimlar bilan uchrashib, islom diniga erkinlik berishni talab qilishadi. Ular shu paytda ruxsat beriladi 4 ta diniy idora ochishga. Bittasi Moskvada bo'ladigan bo'lsa, bittasi Tataristonda bo'ladigan bo'lsa, bittasi Maxachkalada bo'ladi va bittasi Toshkentda. Toshkentda 5 ta respublika uchun O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasi degan boshqarma tuzishga ruxsat beriladi. Va 43-yilning 21-23 oktyabr kunlari Toshkentda musulmonlar qurultoyi, birinchi qurultoyi bo'lib, bunda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasi tuzilib, uni birinchi raisi etib Eshon Boboxon hazratlari tayinlanadilar. Va 5 ta respublikani har biriga bittadan qozi tayinlanadi. Shulardan bittasi Turkmanistonga Anna Eshon bo'lsa, bittasi Qirg'izistonga Olimxon To'ra Shokirxo'jayev bo'lsa, o'sha paytda Shokirxo'jayev bo'lganlar. Shu bilan 43-yilni oktyabridan boshlab to 65-yilgacha qozi vazifasida xizmat qilib kelganlar. Shundan keyin o'sha paytda hojga borishga ham ruxsat beriladi. Butun SSR davrida SSR davlatidan 25 ga yaqin hojilar safarga borishardi. O'zbekistondan 3 yo 4 yo 5 kishi borilardi. Birinchi borgan delegatsiya boshlig'i bo'lib Eshon Boboxon hazratlari borganlar. 48-yilga kelganda Olimxon To'raga navbat keladi va Olimxon To'ra o'z farzandlari Yusufxon To'ra bilan birgalikda borishadi. U paytlarda safarlar Toshkent, Moskva, Qohira, Qohiradan keyin Jiddaga 2 ta yo'l bilan, bittasi samolyot bo'lsa, bittasi paraxod yo'li bilan kirilgan. Shunday qilib safarga borishadi. U paytda otamiz endi Buxoroy sharifi Mir Arab madrasasiga o'qishga kirgan paytlari ekan. Al-Azhar universiteti to'g'risida ko'p ma'lumotga ega bo'lganlar, lekin ko'z bilan ko'rish imkoniyati bo'lmagan va shu safar borganlarida, hoj ketayotganlarida bu juda bir katta imkoniyat bo'lib, o'zi bilan tanishib, borib ko'rib kelganlar. Hojdan qaytib kelishgandan keyin otamiz o'qib turgan paytlarida Moskvaga, yana aytamiz, har bir narsa Moskvani ishtirokisiz bo'lmasdi. Yana Moskvaga xat yozarlarki, men shunaqa diniy oilaning bolasiman. Shu yerda bir Al-Azhar degan universitet bor. Shu universitetga o'qishga borish niyatim bor deb. U xatlar borib kerakli joylardan tekshiruvlardan o'tib boshqa qilib 1955-yilda ruxsat tegadi. 1956, 57, 58, 59, 60, 61-yillarda borib Al-Azharni arab tili va adabiyoti fakultetida tahsil olib, shu yerda bitirganliklari to'g'risida shahodatnoma bilan qaytib keladilar. Va bu o'sha paytda o'sha Al-Azharda o'qiganlar bo'lgan, misol uchun Tataristondan borib, Dog'istondan borib o'qiganlar bo'lgan o'sha paytda. O'zimiz O'zbekistondan ham borganlar bor, lekin birinchi bo'lib bitirib qo'liga shahodatnoma bilan qaytgan bizda otamiz Shayx Yusufxon To'ra Shokirov bo'ladi. 61-yilda qaytib kelganlaridan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi o'zida xalqaro aloqalar bo'limini tashkil qilib, o'tga birinchi bo'lib Shayx Yusufxon To'rani tayinlashadi. U yerda ishlab turgan paytlarida u yana o'sha davrga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, SSR arab davlatlariga shu din orqali kirib borishligini tushunib qolganligi uchun shu O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi xodimlaridan, rahbar xodimlaridan Tinchlik qo'mitasiga, davlatlararo hamkorlik qo'mitasiga shularni a'zo qilib joylashgan.
va shunday nimalarda otamiz juda ko'p bularni yig'ilishlariga, sessiyalariga borardilar va shu paytda endi arab tilini yaxshi bilganliklari uchun yuqori lavozimdagi kelgan mehmonlarga arab tili bilan tarjimonlik qildi. Shulardan bittasi Misr Arab Respublikasining birinchi prezidenti Jamal Abdul Nasr O'zbekistonga kelganligida uni yana to'g'ridan to'g'ri kelmasdi, Moskvada kutib olib, uni Toshkentga olib kelib tarjima qilib, shu tarjimalarni davomida o'sha katta rahbarlarning nimasida hammasida ishtirok etganlar. Shayx Yusufxon To'ra Shokirov shu bilan bir qatorda o'qishni hech qachon to'xtatmaganlar. Maktabni bitirganlarni birinchi tahsil olgan joylari desak, keyingisi Mir Arab madrasasi bo'lsa, undan keyingisi butun dunyoga taniqli Al-Azhar universiteti bo'ladigan bo'lsa, undan keyin qaytib kelganda Essir davriydi. Essirda bu Al-Azhar hujjati bu Essirda o'tmas edi. Shuning uchun nima qilaman deb yurganlarida 1962-yilda Toshkent davlat universitetining Sharq fakultetini kechki bo'limi ochilib qoladi va shu yerga o'qishga kiradilar. Va uni 5 yildan keyin muvaffaqiyatli bitirib, qo'llariga Toshkent davlat universitetining Sharq fakultetini bitirdi degan diplom oladilar. Bu ana endi haqiqiy oliy ma'lumotli ekanliklarini tasdiqlovchi hujjat bo'lgan shu davrda. Yana ilmni davom ettirish uchun Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutini tadqiqotchisi bo'lib yoziladilar va shu institutni direktor muavini o'rinbosari Pavel Grigoriyevich Bulgakov degan odam rahbarligida Al-Azhar 1000 yil ichida diniy ta'lim markazi degan nomzodlik dissertatsiyasini yozadilar va 74-yilda borib Moskvada himoya qilishadi. Himoya qilib kelganlaridan keyin filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajaga ega bo'ladilar. Shunday qilib endi shu bilan bir qatorda 1971-yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi Toshkent Islom instituti ochiladi. Bunga endi o'sha paytdagi muftiy hazratlari Ziyoddin Qori ibn Eshon Boboxon hazratlari juda ko'p harakat qiladilar. Shu paytda endi Essir davrida din desa hamma sakrab tushadigan bir paytda dindorlarni ko'paytiramiz, oliy ma'lumotli qilamiz desalar hech qayerda o'tmas edi. Shu imomlarimizni malakasini oshirish kurslari deb sekingina ochib olganlardi. O'sha paytda shuning uchun 71-yil 1-yil bo'ladigan bo'lsa, to shu kurs bitirmaguncha yangi kurs olishga ruxsat berishmaganda. Shunday qilib birinchi kursni qabul qilishadi. Shunda bu yerda xalqaro aloqalar bo'limi mudiri bo'lib turgan Yusufxon To'ra Shokirovga vaqtinchalik yuklashadi rektorlik vazifasini. Birinchi hujjatlarda rektorlik vazifasini bajaruvchi degan qo'l qo'yadilar. Keyinchalik yana bir 6 oy o'tgandan keyin rektor deb qo'l qo'yadilar. Shunday qilib to 72-yilgacha rahbarlikni amalga oshirib turgan paytlarida O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi raisi o'rinbosari lavozimiga taklif qilinadilar va bu vazifasini keyin Alloh rahmat qilsin Asrorqul Mo'lonqulovga yuklatiladi. Mana shunday qilib o'zlari shiorlari, butun umrgi shiorlari ilm bu ziyo, bu nur, bu yoshlarni hammasini ilmli qilish kerak, hammasini o'qitish kerak degan shior bilan yashaganlar. Farzandlariga kelganimizda endi 7 ta farzandlari bo'lib, ularni 3 tasi qiz va 4 tasi o'g'il edi. Men 3-o'g'il, 6-farzand. Mendan keyin bitta ukam bor edi. Mengacha bo'lgan va mendan keyingi o'g'il farzandlarning barchalari Alloh rahmatiga olsin, hammalari vafot etib ketishdi, yosh. Opalarimiz Allohga beadad hamd va sano shukronalar bo'lsin. Ular barchalari hayot,
umrlarni Alloh uzoq qilsin. Mana shunday qilib farzandlarni hammasini o'qitish kerakligini, farzandlarni hammasini dunyo bilan barobar qadam tashlanglar dedilar. Bizni yoshligimizni, bizni yoshimizdagi, bizni yoshdan kattaroq bo'lgan, mana shu kuzatib turganlar yaxshi tushunishadi. Har bir maktabda o'qiyotgan bola oktyabr bo'lish kerak, oktyabryat bo'lish kerak edi. Undan keyin pioner bo'lish kerak edi. Undan keyin komsomol bo'lish kerak edi. Hayotda biron bir lavozimga erishish uchun, ko'tarilib borish uchun pog'onama partiya xodimi bo'lish kerak edi. Mana shularning biron bittasi agar bo'lmasa, o'sha SSR tizimidagi nima bo'yicha hech kim pog'ona ko'tarila olmasdi, o'sa olmasdi. Shuning uchun bizni 9-sinfda o'qib yurganda yoppasiga hammani komsomolga o'tasizlar deganda, biz endi otamizni tarbiyasidagi odam darrollariga kelganman. Adayo, mana shunaqa deyishyapti, nima degan maslahat berasiz desa, biron bir narsa aytishdan oldin yerga qarab bir mulohaza qilardilar-da, keyin sekin gapni boshlardilar. O'g'lim, endi katta bola bo'lib qoldingiz. Tanlash o'zingizni zimmangizda. Shu yo'q, haligi komsomolga o'tmaysan, maktabga bormaysan, pioner bo'lmaysan, unaqa gaplarni gapirmasdilar. Juda bu o'sha paytdagi siyosatga nima bilan qarardilar, layoqat bilan, juda anaqa bilan qarardilar. Shu bilan aytdilarki, o'zingiz bilasiz bolam, xohlasangiz kiring. Kelajagingizni o'ylasangiz, boshqa qilsangiz marhamat kiring deganlar. Keyin xo'p deb komsomolga o'tganman 10-sinfni bitirayotganimda yana oldilariga kelib, adajon, mana shu endi o'qish masalasi hal bo'lyapti. Men o'zim ijtimoiy fanlarga juda qiziqardim. Masalan, fizika, algebra, geometriya va shunaqalarga, ximiyalarga qiziqardim-da. Shu bilan nima xohlaysiz deganlar. Ximiya fakultetiga kirishni xohlayman desam, o'zingiz bilasiz bolam, men agar mendan qayerga kiray deb so'rasangiz, mana Toshkent Islom institutiga degan bo'lardim. Yana o'ylab ko'ring dedilar. Men aytdimki, shu ximiyaga qiziqishim bor dedi. Bo'ldi bolam, qiziqishingiz bo'lsa shotga topshiring deganlar. Xo'p bo'ladi deb qo'shnilarim 3 kishi bilan hujjatlarni tayyorlab Toshkent davlat universitetiga kelganmiz. Gumanitar fanlar birinchi fizika fakultetining binosiga joylashgan. Tabiiy fanlar ximiya fakulteti. Biz bu tarafdan yurib kelyapmiz. Yonimdagi bola sharqshunoslikka topshiraman, sharq fakultetiga topshiraman deb kelyapti. Shu bilan birinchi ularning anaqasi keldi. Biz bunday bordik hujjat topshirishga. Borsak, ko'pchilik meni tanidi, Yusufxon akani o'g'li sifatida ko'p joyda ko'rishgan. Shu bilan kimtasi aytdiki, bolam, topshirmaysizmi sizdan? Rahmatli bo'lib ketdilar domlamiz. Zikrilla Umarovich degan fors tili kafedrasining mudiri edilar. Topshirmaysizmi dedi. Qani xo'p deb borib topshirsam, baholarni ko'rishdida o'zbek tili, chet tili, shu gumanitar fanlarga kerak bo'lgan fanlar hammasi to'rda, ximiya, fizika, algebra bular hammasi 5. Siz narga nimaga borishingiz kerak ekan dedi. Xo'p bo'ladi deb keyin shu bilan chiqib ketdik. Nargi binoga yetib borolmay uyga qaytib keldim. Adamlarga gapirib bersam, adam kuldilar-da. Bolam bir harakat qilib ko'ring, mayli sharq fakulteti ham yomon emas degan. Shu bilan ertasiga borib, yo shunga topshirar ekanman, ha keling deb. Shu bilan topshirib kirib ketganman. Bolalarning hammasini katta opamiz Politexnika fakultetini ASU degan fakulteti bo'lardi. O'shani bitirganlar. Undan keyingi opamiz fizika, matematika bitta joyda fizmat deb yuritilardi. Uni tamom qilganlar va ko'p yillardan mana Fotonda hali-haligacha ishlaydi. Foton ishlab chiqarish birlashmasi bor. Shu yerda ishlaydilar. Undan keyingi opamiz tekstilni bitirganlar. Okalarimiz ham hammasi oliy ma'lumotli bo'lishgan. Shunday qilib ilmga juda ayniqsa birov bu o'qimasin desa qattim olardilar. Nima qilmaylar? O'zi xohlab tanladimi o'qisin.
harakat qilsin deb mana shunaqa hammani undan keyin mana nevarali bo'ldilar, nechta nevara bo'lgan bo'lsa hammasini o'qitinglar, bolalarim o'qitinglar deb hammamizga shu o'qitish kerakligini nima qilardilar. 99-yilgacha ishladilar. Ziyoddin qori ibn Eshon boboxon hazratlari, undan keyingi Shamsiddin xon boboxonov, undan keyingisi Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, undan keyin Muxtorjon Abdullayev bo'ladi. Undan keyin mana Abdurashid qori Bahromovlarga hammalariga muavin va oxirgi Abdurashid qori akaga oxirgi umrlarining oxirida maslahatchi sifatida ishlab mutawaffo bo'lib Allohning huzuriga yo'l oldilar. Alloh oxiratlarini obod qilsin. Orqalarida qolgan bolalarni hammasini ularga duogo'y bo'lib turishlikni nasib ro'za aylasin. Al-Azharda tahsil olgandagi, undan o'rganganliklari, hayotda o'rgangan narsalarni birinchi bo'lib bizaga aytardilar. Bolam, biron bir xabar etmoqchi bo'lsang, mana bunday tartibda etiladi. Chunki Al-Azharda o'qib yurgan paytimda shunday bir dars borki, bu darsda 2-3 ma'lumotim bordi. Qaysi birini birinchi aytish kerakligini o'sha o'rgatadi. Yaxshisi nima, yomoni nima, odamni tayyorlash kerakligimi, shularni o'rgatadi. Berilgan savolga ham to'g'ri javob berishni balog'atdan dars berganlar-da. Toshkent Islom institutini ko'pgina bitiruvchilariga shu darsga kirganlarda balog'atdan dars berganlar, hadisdan dars berganlar. Balog'at bu har bir narsani chiroyli qilib yetkazib berish. Shulardan bitta misolni aytaman. Shu yaqin kunlarda ko'rishgan shogirdlardan bittasi aytdilarki, mana Muhammad Rasul Abdullayev hozirgi kunda Toshkent Islom instituti. Bular aytdilarki, shu oxirgi bularga kirayotgan paytda komandirovkalar ko'payib ketib qolgan. Hali u yoqqa, hali bu yoqqa ketardilar, darslar boshqalar kirardi. Shu bilan oxirida kelib deydilar, bitta darsda butun 8 oyda o'tilgan narsani talabalarni boshiga shuni ochib quyib qo'yganday bo'lganlar. Deb mana kechagina Toshkent Islom institutida bo'lgan yig'ilishda xuddi shu gapni o'zlari aytdilar. Shu Muhammad Rasul Abdullayev domla. Shunaqa nimalari bor edi, qobiliyatlari dars berganda juda yaxshi tushuntirardilar. Men bir oldilariga kirib, "Ada, bizni mana shunaqa uzoq joylarga olib ketyapti talabalik davrimda. Stroy otryad degan tushuncha bor. Shunga yozdi, shu yoqqa olib ketar ekan. Nima degan maslahat berardingiz?" desam, yana xuddi shunaqa yerga qarab bir mulohaza qilib keyin aytdilarki, "Bolam, o'zbekning bir maqoli bor. Otang borida elni ko'r. Oting borida yerini ko'r." Hali shunday bir kunlar keladiki, o'zingni pulingga o'sha joylarga borib kelishga imkoniyat bo'lmaydi. Bu seni olib borayotgan ekan, olib kelayotgan, borib ko'rib kelasan, dunyo ko'rasan, mulohazang o'zgaradi, dunyo qarashing o'zgaradi deb mana shunaqa qilib bizni nima qilganlar. Endi o'sha darsni shunchalik jim o'tirib, hamma jim o'tirib eshitardi bu darslarni. Va eng o'sha lo'nda nimalar fikrlarni aniq berardilar. 71-yilda kirgan kursi juda yaxshi ko'zim oldida turadi. Hozir hayotlarining ko'pchiligini o'sha yaxshi eslayman. Bulardan bittasi Habibullo Solih. Hozirgi kunda ko'pchiligimiz taniydigan xattotimiz Habibullo Solih bo'lsalar. Vafot etganlardan birinchilari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bo'lsalar, hayotlardan Abdug'ofir domla Buxoroda xattotimiz bo'lar. Abdug'ofir bo'lsalar, Qarshidan Ismoil Rayxonov bo'lsalar, Ahmadjon Bobomurodzoda mana bu yerdalar. To'g'rimi hayotlar? Alloh bilan hammasining umrini uzoq qilsin. Nimada Boshqirdistonning Penza shahrida Abu Bakr Bekmeyev degani bor. Ana u hali hayot. Mana shu nimani birinchi bitiruvchilari hisoblanadi. Bakudagi
Poshshazoda, Alloh shukr, Poshshazoda hazratlari Shayxul Islom Salmon hoji ham keyingi bitiruvchilar nimasida o'qigan, 58-yil bo'lsa kerak tavallud topgan yili. Bularni hammasini men o'zim shu yerda ko'rganman. Namangandan Ahmadjon domla bo'lardilar. Shularning har bittasini bu tahsil olishdan bir tashqari o'zini bir mehnatdagi nimasi ham hunari ham bo'lardi ular. Misol uchun o'sha Ahmadjon domla namanganlikni uzun o'sha hozir ancha bo'ldi ko'rmay ketdim. Poytesha degan tushuncha bo'lardi. Uzun katta tesha. U tesha bilan daraxtlarni tekislashadi. Hozir endi texnikalar chiqib ketdi-da, shuning uchun poyteshalar ham menimcha orqaga o'tib ketdi shekilli. Ana o'sha domlalar, o'sha eski SSR davlatlarida mehmonlar kelishgan. Shunda bir tatar nimamiz kelgan. Rahmatli bo'lib ketdi. Umar Hazrat Idrisov degan. Meni unga tanishtirishgan, Yusufxon akaning o'g'illari deganda, deb quchoqlashib qo'yish. Shunday gap aytganki, bu Yusufxon akaga tan bersa bo'ladigan taraflari ko'p edi. Shulardan bittasi tatar bilan tatarcha gaplashardilar. Uyg'ur bilan uyg'urcha gaplashardilar. Qozoq bilan qozoqcha, qirg'iz bilan qirg'izcha. Qirg'izchani juda yaxshi bilardilar, chunki urush davrlaridan keyingi davrda ozgina Bishkekda, hozirgi Bishkek o'sha paytda Frunze shahrida qirg'iz radiosida ham ishlaganlar ozgina. Shuning uchun qirg'izlar bilan qirg'izcha, o'zbek bilan o'zbekcha, rus bilan ruscha, arab bilan arabcha gaplashardilar, fors bilan forscha, ingliz bilan inglizcha gaplashardi. Va hammasini shu gapirgan tillarini mukammal darajada bilardilar deb mana shunaqa degan. Men o'zim tilshunos bo'lganligim uchun bir narsani juda yaxshi bilaman. Har bir til egasiga o'zini tilida chiroyli qilib gapirsangiz, obro'yi shuncha oshadi-da. Misol uchun tasavvur qiling, hozir bir chet ellik kelib toza sof o'zbek tilida gapirsa, sof o'zbek tilida gapirsa, hayratda qolasiz-ku endi, voy hayratda bo'lib, voy bu shu bizdan o'zbek tilida shunaqa gapiryapti-ya degan nimaga borib qolasiz. O'shanga o'xshab bular hammasi shunaqa nima qabul qilardi shuni. Leningradga o'zimning ishim bilan, men sharqshunoslik institutida ishlab turgan paytimda Leningraddagi bir olimni yubileyiga borganmiz. Leningrad davlat universitetining arab kafedrasi mudarrislari bilan o'tirib qolganman. To'g'rimga shu kafedra mudiri ayol kishi o'tirgan. Meni tanishtirishgan Shakir Muhammad Akmalxon. Kiymandan so'ragan ruschasiga, siz mabodo Shakirov Yusufxonni o'g'ilmasmisiz? Nima o'g'illariman? Voy. Shunda voqeani gapirib, Sharbatov degan bu arab dunyosida Rossiya miqdorida juda katta olim bor, professor, kitoblar yozgan, lug'atlar chiqargan olim, professor. Shu bilan mehmon olib kelganda, adayz deydilar. Keyin shu bilan haliga turib mehmon arabchasiga gapiraman deganda Sharbatovga qarab, siz marhamat kafedra mudiri sifatida, professor sifatida tarjima qiling deganlar. Desalar, haliga turib, yo'q, men Yusufxon Shokirov turganda tarjima qilolmayman. Sababi buni oldida xato qilib qo'ysam xijolatli ish bo'ladi deb tarjimalikni adamga yuklab yuborgan ekanda. Shunda o'sha kafedra, Leningrad universitetining kafedra mudiri ayol kishi shuni menga aytib bergan. Shu bu ham bir odamni arab tilini yaxshi bilishlariga bo'lgan dalolat hisoblanadi. 76-yilda maktabni bitirgandan keyin Toshkent davlat universitetining Sharq fakultetining arab tili filologiyasi kafedrasiga 76-yili o'qishga qabul qilinganman. 81-yil o'qishni bitirgandan keyin yo'llanma bilan Toshkent shahar Sobir Rahimov shu paytdagi hozirgi Olmazor tumani, shu paytdagi Sobir Rahimov tumanini 29-maktabiga arab tili o'qituvchisi lavozimiga borganman. U yerda 3 yil ishlab, undan keyin shu yerda Sobir Rahimov tumanida 1-maktabga arab tili o'qituvchisi bo'lib o'tganimdan keyin 3 oydan keyin meni harbiy xizmatga chaqirishgan.
harbiy xizmatda Mari shahrida xizmat qilib turgan paytimda 9 oy xizmat qilgandan keyin Liviya arab jamahiriyasiga harbiy tarjimon sifatida olib ketishgan. Harbiy tarjimon bo'lib 4 yil o'tdi, harbiy tarjimon bo'lib xizmat qilganman. 4 yildan keyin qaytib kelganimdan keyin Toshkent davlat universitetini Sharq fakultetini arab tili kafedrasiga arab tili o'qituvchisi lavozimiga ishga qabul qilinganman. Ana shuni ishlab turgan paytimda o'tda Sharq fakulteti alohida institut bo'lib ajrab chiqadi. O'quv bo'limi mudiri bo'lib hamda arab tili kafedrasida mudarris bo'lib ishlab turganman. 93-96-yilda o'sha Toshkent davlat sharqshunoslik institutini aspirantura bo'limiga o'qishga qabul qilib, aspiranturani muvaffaqiyatli bitirganman. Shu paytda ilmga sal ahamiyat kuchsizlangan bir payt bo'lib qolib, ishlarim boshqa sohaga o'tib ketgan. 2007-yilda taqdir taqozosi bilan men O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi shu paytdagi Usmonxon Alimov hazratlarining huzuriga kelaman. Ish bilanda shu bilan shu yerda gaplashib o'tirib, shu yerga O'zbekiston musulmonlari idorasiga ishga taklif qilsam kelasizmi deganlar. Voyjon deb kelaman, otam ishlagan joy, buvam ishlagan joy, kelmagandachi desam, keyin shu bilan taklif qilganlar. Bu yerda nimani ko'rib chiqqanlar deb ma'lumotnomam asosan ta'lim tizimida ishlaganligim uchun O'zbekiston musulmonlari idorasining ta'lim bo'limiga bosh mutaxassis sifatida ishga qabul qilganlar. 2 yil ishlagandan keyin Toshkent Islom institutini o'quv ishlari bo'yicha prorektori bo'lib o'tib, o'tda ham 2 yil faoliyat yurgizganman. 2 yil davomida o'sha yerda o'qigan talabalarimiz, boshqalarimiz hozir shu sohani ko'p joylarda ishlashadi, birga ishlaydiganlari ham bor. Shu paytda men ishlagan bolalar hozir idorada ham ishlayotganlar bor. Shu bilan keyin O'zbekiston musulmonlari idorasini xalqaro aloqalar mudirini taklif qiladilar muftiy hazrat. Men kelib bu yerda 10 yil shu yerda mudir lavozimida ishladim. Keyin shu bilan pensiya vaqtiga kelib qoldik, nafaqaga chiqib ketdik. Toshkent Islom instituti rektori Uyg'un domla G'ofurov sizga o'xshagan tajribasi borlar bizga kerak. Atga kelib, hech bo'lmasa Qur'on kurslarini boshqarib bering dedilar. Xo'p dedim-da, kelib Qur'on kurslarini boshqarib, ozgina ishlab, keyin aytdimki, shu pensiya yoshini bekorga 60 yil qilib belgilamagan ekan. Bu hammasi hisoblangan ekan. Insonning kuchi o'shanga yetib kelar ekan, lekin sekin kuchi ketishni boshlar ekan deb uni uzurimni aytib, shu bilan o'tda ham topshirib nafaqaga hozirgi kunda chiqib olganmiz.